Sarkor Telekom mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ul xodimiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 153-moddasiga nisbatan chora ko'rildi. O'zkom nazorat inspeksiyasining qisqa raqamli 1144 ishonch telefoniga Toshkent shahri Yakkasaroy tumani boshliq mavzesi hududida istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan Sarkor Telekom provayderi orqali taqdim etilayotgan internet xizmati ishlamayotgani yuzasidan murojaat kelib tushdi. Murojaatni o'rganish davomida fuqaro provayderning ishonch telefoniga 4 marotaba murojaat qoldirgani aniqlandi. Provayder Yakkasaroy tumani boshliq mavzesida tarmoqni modernizatsiya qilish ishlari olib borilayotgani haqida murojaatchini ogohlantirgan. Bu haqdagi xabar provayderning rasmiy veb-saytida ham e'lon qilingan. Ammo ushbu hududdagi modernizatsiya ishlari o'z vaqtida va sifatli bajarilmagan. Buning oqibatida kelib tushgan murojaatlar muddatida hal etilmagan. Mazkur holat sabab ma'lumotlar uzatish tarmog'i xizmatlarining sifat ko'rsatkichlari uchun normalar va baholash usullari O'zbekiston Respublikasi davlat standartining talabi buzilgan. Hujjatga ko'ra, ariza kelib tushgan paytdan boshlab ma'lumotlar uzatish tarmog'idan foydalanishni tiklash vaqti 10 ish soatidan ko'p bo'lmasligi kerak. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda O'zkom nazorat inspeksiyasi tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi hujjatlar rasmiylashtirilib, Yakkasaroy tuman sudiga yuborildi. Provayder ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 153-moddasiga binoan javobgarlikka tortildi. Hurmatli fuqarolar, internet, mobil aloqa, pochta va mahalliy telefon, televideniya va radio, axborot xavfsizligini ta'minlash, ko'rsatilayotgan elektron davlat xizmatlarining sifati yuzasidan murojaatlaringiz tegishli subyektlar va tashkilotlar tomonidan o'z muddatida bartaraf etilmasa, O'zkom nazorat inspeksiyasining 1144 ishonch telefoniga bog'laning.